Yaxshi yangilik. Endilikda Saudiya Arabistoniga kirish bo'yicha har qanday turdagi viza bilan umra ibodatini ado etish mumkin. Bu haqida ushbu mamlakat Haj va Umra ishlari vazirligi ma'lum qildi. Avvallari umrani ado etish uchun alohida umra yoki turistik viza talab etilar edi. Endilikda esa unday emas. Aytib o'tganimdek, har qanday turdagi viza, xususan oilaviy, sayyohlik, tadbirkorlik, tranzit yoki mehnat vizasi bilan ham siz bemalol emin-erkin umra ibodatini ado etishingiz mumkin. Bunga hech qanday to'sqinlik qilinmaydi. Qolaversa, Saudiya Arabistoni ushbu vizalarni olish bo'yicha maxsus raqamli platformani ishga tushirdi. Ushbu platformadan qanday foydalanish va qanday qilib elektron shaklda vizani olish mumkinligi haqida Telegram kanalimda post qoldirganman. Siz Instagram sahifamning bosh qismida Telegram kanalimning linki, ya'ni havolasi bor. Ushbu havola orqali rasmiy Telegram sahifamga obuna bo'lib, ushbu ma'lumotlar bilan tanishishingiz va elektron vizani rasmiylashtirishingiz mumkin. Ushbu videoni esa hoziroq umraga borishni niyat qilgan, shuning harakatida yurgan barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying, manfaatli bo'ladi. Hammamizga mana shunday muqaddas ibodatni ado etish nasib etsin.